Hammasini. Bo'pti. Buni aniq olib ketasanmi? Ha, shifoxona yo'limizda. Vaqtim yetarli. Ha, o'sha ayol ma'mur to'lovini tilga olsa, aytib qo'y, biz buni hal qilyapmiz. Aytaman. Uchrashuvdan keyin yordam beraman, xo'p? Suhbatda omad yor bo'lsin. Hazil qilsa kulishni unutma. Oq tanlilar shuni yaxshi ko'radi. Oyi, bunday demang. Bo'pti. Aytib qo'yay, bugun tungacha ishlayman, sizlarni yaxshi ko'raman. Bo'pti, biz ham. Tezda ovqatlan, kech qolamiz. Shoshma. Yana qo'ling og'riyaptimi? Yo'q, og'rimayapti. Qani ko'rsatchi. Kris. Shib ketibdi. Yana tomirlaring to'silgan. Bunga qancha bo'ldi? Bir necha kun. Qancha takrorlay? Buni aytishing kerak. Yolg'izsan yo birga kurashamiz? Birga. Jamoami? Emas. Kris akangni xuddi sirkka ketayotganda esantiryapsanmi? Nima ham qila olardim? Ha, aynan shunday. Ushla. Qo'yil. Qobiliyatingni qo'llasam, yaxshigina pul topa olasan. Sen ishlashni xohlamaysan-ku. Telekanal uchun pul to'lamayman. Telekanal uchun pul to'lamayman. Zamonaviy kapitalizmga qarshi shu yo'l bilan e'tirozimni bildiryapman-da. Og'ayni, kostyum senga suhbatda omad keltirsin. Kech qolyapman. Xudoyim. Bunga qarang, bunisi chek emas, lekin ankilozavr zirhi ham bo'lgan. O'sha, buni sizga aniq-tiniq qilib tushuntirib bersam. Bularni bari bizga foyda keltirishi. Bir daqiqa, uzr, sabr qilganingiz uchun rahmat. Talaba. Men sizga 3 marta qo'ng'iroq qildim, lekin javob bermadingiz. Xo'sh, javob bersam kech qolaman deb o'yladim. Politsiyachilar kelgan. Asorat-aqalar savdogarni izlashyapti. Xo'jayini asl nusxa deyapti, ammo buni tekshirish kerak. Bo'pti. Da Vinci'ning chizmalari asl nusxa, rasmiy esa nusxasi. Asli London Milliy galereyasida saqlanadi. Rim guldoni. Noyob, lekin qimmatga sota olmaysiz. La'natlar tushirilgan taxtacha. Qalbaki bo'lmaganda juda qimmat turardi. Buni qayoqdan bildingiz? Harflarni ko'rdingizmi? Lotin tilida. Taxtacha esa yunonlarniki. Ha, tushundim. Janoblar, barchasini aniqladim. Da Vinci haqiqiy. Sen qayerdan kelib qolding? Sen nimasan o'zi? Ajoyib matohmi? Ha, lekin qayerdan olib kelindi? Yaqinda Sudandan topishdi. Yigitlarning aytishicha bu xorama budi. Eramizdan avvalgi 5-ming yillik. Bu belgilar hierogliflar emas. Qimmatli narsa bo'lsa, meni haqimda maqola yozishadi. Jillian. Bo'pti bolalar, boshlaymiz. Qoidalar yodingdami? Aka-ukalar ustun. Muammo izlama, muammoni yaratma.
Aks holda muammo Aks chiqadi. holda muammo chiqadi. Ha. Bu esimda. Men hozir qaytaman, xo'p? Janob Diaz, To'lovni biroz kechiktirdik, xolos. 3 oy o'tdi. Pulini to'lamaguncha ukangizni olib kela olmaysiz. Buni to'g'rilayman. Vaqt kerak, xolos. Shoshilinchga boring. Lekin ular xavfli holat bo'lsa davolashadi. Janob Diaz, U 11 yoshda. 11 yoshda. Kris, bo'l ketdik. nima bo'ldi? Keyin aytib beraman. Bo'la qol, ketdik. Shu yerda kutib tur. Ketib qolma. Sud jarayonidan so'ng Simpsonning himoyachisi Howard Weitzman qanday yordam kerak? Ha, qo'riqchilar boshlig'i janob Bishop bilan uchrashgani keldim. Noah Diazman. Bekor qilinibdi. Yo'q, yanglishayotgan bo'lsangiz kerak. Janob Bishop bekor qilgan. Imzoingiz kerak ekan. Janob Bishop, Ey, to'xta! Hammasi joyida. bu menman, Noah Diaz. Qo'riqchingiz yanglishibdi. U suhbat bekor bo'lgan dedi. U yanglishmadi. Lekin telefonda mos kelishimni aytgandingiz-ku. Oddiy rasmiyatchiliklar qolganini ham. Sobiq qo'mondonningiz qo'ng'iroq qilgandi. U sizni jasur, kompyuterni tushunadi deb ta'rifladi, lekin ishonsa bo'lmaydi. Sizga ishonch bildira olmayman. Doim xayollaringiz bilan yurasiz. Janob, buni tushuntira olaman. Hasta ukam uchun mas'uliyat meni zimmamda. AQSh armiyasi oldida mas'ulsiz xolos. Janob Bishop, janob, men ko'p ishlayman. Xo'pmi? Men faqat menga shu ish kerak. Hammasini barbod qiladigan odamni ishga ola olmayman. Meni to'g'ri tushuning. Shunday fikrdamisiz? Men haqimda hech nimani bilmaysiz. Bir jamoada ishlay olmasligingizni bilaman. Menga qarang. Superman ham ishga joylashdan oldin ko'p suhbatdan o'tgan, lekin u taslim bo'lmadi. Shunday emasmi? Superman emasman, Kris. Hayot komikslarga o'xshamaydi. Boshqa ishni topasiz. Xavotir olmang. Meni boshqa ishim yo'q. Hech kim yordam bermaydi. Bu dunyoda yolg'izmiz. Ey Kris, meni kechir. Hech qisi yo'q. Unday emas. Bu jiddiy. Bilasanmi nima? Ketdik. Mana ushla. Meni uyda kutib tur, xo'pmi? Tezda qaytaman.